Hammaga assalomu alaykum. Ferozbek Hurmatov va bugun sizlar bilan yangi HackerRank masalani ko'rib chiqamiz birgalikda. Bu HackerRank masalani nomi hozir ekranni share qiladigan bo'lsam sizlar bilan full screen record. Xo'p, ko'rishingiz mumkin. Grading students, ya'ni o'quvchilarni baholash o'zbekchasiga oladigan bo'lsak. Demak, bu yerda HackerRank masalamizda qo'llanmasida berilganki, HackerLand University has the following grading policy. Ya'ni HackerLand nomli universitetda shu tarzdagi grading criteria, ya'ni baholash sistemasi bor ekan. Every student receives a grade in the inclusive range from 0 to 100. Ya'ni har bitta talaba 0 dan 100 gacha bo'lgan bahoni qo'lga kiritadi. Any grade less than 40 is failing grade. Ya'ni 40 dan past bo'lgan baho hammasi nima? Fail, ya'ni fandan yiqildi hisoblanadi agar 40 dan past baho olsa talaba. Hop, Sam is a professor at the university and likes to round each student's grade according to these rules. Sam ismli professor bor ekan o'sha universitetning o'zida va o'quvchilarni bahosini shu tarzda yaxlitlashni yaxshi ko'rar ekan. Unda nima? If the difference between the grade and the next multiple of 5 is less than 3, agar o'quvchi olgan baho va keyingi 5 ni faktori, ya'ni 5 ga bo'linuvchi sonni o'rtasidagi farq 3 dan kichik bo'lsa, u son nima deydi? Bahoni 5 ga round qiladi. Ya'ni round degan nima? Up to the multiple of 5. O'sha songacha ko'tarib beradi. Masalan, hozir buni albatta nimada notda tushuntirib o'taman. Undan oldin biz funksiyamizni tushunib olishimiz kerak. Is less than 38, no rounding occurs as the result will still be a failing grade. Agar tushundik, agar 38 dan baland bo'lsa, uni keyingi son multiple, ya'ni keyingi son 5 ga bo'linadi, keyingi songacha yaxlitlaydi va o'sha son bilan o'quvchini olgan bahosini ayiradi va farq 3 dan kichik bo'lsa, o'sha sonni 5 ni multiple, ya'ni 5 ni bo'linuvchisi sifatida qo'yish mumkin. Biroz tushunarsiz bo'lishi mumkin, lekin hozir buni tushuntirib o'taman. So, keyingi nimamiz grade 84 masalan ko'rishingiz mumkin. Bu yerda hozir screenda share qiladigan bo'lsam, mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda multiple of numbers, ya'ni tasavvur qilamiz, talaba 42 oldi. 42. Tabiiyki 42 katta 38 dan. Bu failing emas. No failing. Katta. Bu sonni agar shunaqa vaziyatda nima qilardi? Talaba professorning o'zi bu sonni 5 ni keyingi bo'linuvchi, oldindagi bo'linuvchi songa ko'taradi. Masalan, 5 ni 42 dan keyingi bo'linuvchisi nima? Bu tabiiyki 45 ga teng. Agar bu 41 bo'lganda ham bu 45 ga teng bo'lardi. 45 ga teng. Va bularni endi mana shu 45 bilan 42 ni o'zi talabani oldingi bahosi tasavvur qilaylik. Baho ayrilsa 42 oldingi baho va 5 ni keyingi multiple, ya'ni bo'linuvchisi va
farq natija 3 dan kichik bo'lsa, 3 tabiiyki 3 dan kichik emas. Shunday holatda tabiiyki talabani o'zini oldingi bahosi qo'yiladi. 42. Mana shu holatda. Agar tasavvur qilaylik, endi bahoni 43 deylik. Talabani oldingi bahosi bu tabiiyki 38 dan katta. Birinchi vaziyatimiz 38 dan katta. 38 dan katta bo'lgani uchun buni keyingi 5 ni multipli bu 45 yana va buni o'rtasidagi farq 45 bilan 43 ayriladi. Javobimiz 2 ga teng. 2 tabiiyki kichik, bunaqasiga kichik 3 dan. Vaziyatimiz o'xshadi va biz shunaqa holatda nima qilamiz? Talabaga o'zini oldingi bahosini emas, yaxlitlab 45 degan bahoni beramiz. Shu holatda funksiyamiz ishlashi kerak. Hozir nimamizga qaytadigan bo'lsa, stop mirroring. Hop, mana ekran, ya'ni masalani o'ziga qaytdik. Endi biz bu tarafda nimamizni ishlashimiz kerak. Biz javobni list shaklida berishimiz kerak. Men bu yoqda yana bitta VS Code environment ochib olganman. Bu yerda ko'rishingiz mumkin bitta formula. Yangi nimada yana bitta nima ochaylik. Tasavvur qiling, sizda bu holatda biz nima qilardik? Birinchi bo'lib grades bu tabiiyki list. Buning ichida nimalar berilgan? Masalan, sonlar beriladi. Masalan, bu yoqda mana boshda range beriladi va o'shancha list beriladi. Biz tabiiyki for I in range in grades deylik. Range kerak emas hozir bu yoqda. Hop, grades bu yerda endi grade deylik. Endi biz shu mana I dan keyingi turadigan sonni multiple, 5 multiplini topishimiz kerak. Masalan, tasavvur qilaylik, mana bu 73. 73 dan keyingi 5 ni multipli bu 75. Biz shu sonni qanaqa qilib topamiz? Bunda bizda formula bor. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Mana sonni 5 ga qoldiqsiz bo'lamiz, ya'ni qoldiqlarsiz. U qanaqa bo'ladi? Masalan, tasavvur qilaylik, shuni mana uni olib tashlaymiz hozirlikcha. Bu ko'rishingiz mumkin bo'lish belgisi, lekin ikkita. Bu nima qiladi? Sonni bu yerda ko'rsataman hozir. Print masalan har bitta sonni qoldiqlarsiz bo'lib beradi. Masalan, hozir buni farqini sizlarga mana bu bilan tushuntirib beraman. Masalan, 4 bo'lingan 3. Bu tabiiyki qoldiqli son. 1.33. Agar biz buni ikkita 3 qiladigan bo'lsak, javobimiz qoldiqlarsiz, ya'ni yaxlitlangan son, butun songacha yaxlitlangan holda return qiladi, ya'ni 1. Mana biz shu formula, shu belgidan 5 ni keyingi multiplini topish uchun ishlatamiz. Masalan, bu yerda 73 bor deb o'ylaylik. Formulamizga asosan mana bu formulamizdagi masalamizga asosan bergan inputiga bunga nima qiladi hozir? 73 ni 5 ga bo'ladi qoldiqlarsiz. Bu son endi nechta chiqadi? 5 73 bo'lsa bo'lib ko'raylik. 6 qoldi. 73 deb bo'lamiz 5 ga. Qoldiqlarsiz necha chiqar ekan? Bu 14 va tabiiyki 14 ga ko'rishingiz mumkin, bu yerdagi 14 ga hozir qo'shadi 1 ni. U necha chiqadi?
tabiiyki 15. 15 ni ham 5 ga ko'paytirsak 75, ya'ni 73 dan keyingi sonimizda multiple. Va tabiiyki bu yerda hozir bizga 75 raqami berilishi kerak. Mana ko'rishingiz mumkin. Bizga formulamiz tayyor. Endi biza haqiqiy masalani yechishga kirishamiz. Next multiple deb yozaylik shuni. Next multiple equals shu formulamiz va yana bitta tekshirishimiz kerak bo'lgan narsa bor edi. U esdan chiqdi. If I kichik 38, agar 38 dan kichik bo'lsa, less than 38, 38 dan kichik bo'lsa, unga biza tegib o'tirmasdik. Sabab uni o'zi failing grade. Просто grade that append I sonni o'zini qo'shib qo'yamiz va mana buni esa if else deb qo'yaylik, else case. Shu holatda next multiple of 5 va keyin tekshiradigan bo'lgan holatimiz bu. Yana bitta holat bor. Agar sonimiz ayrilgan holatda nimadan katta bo'lsa, o'zi I dan yo'q, next multiple, ya'ni mana bu holat. Masalan, oddiy son next multiple of 5 ayrilgan o'sha talabani haqiqiy bahosi 3 dan kichik bo'lsa, talabani haqiqiy bahosi bu I tabiiyki. 3 dan less than 3. 3 dan kichik bo'lsa, biza is less than 3, round grade up to 5. Number grade that appends next multiple. Next multiple tabiiyki qo'shiladi. Agar else bo'ladigan bo'lsa, biz shunchaki agar 3 dan katta bo'lmasa, biz shunchaki boshqa sonni o'zini qo'shib qo'yamiz. Masalan, 57, 60 ayru 57 bu 3. Bu son tabiiyki 3 dan kichik emas. 3 tabiiyki bir-biriga teng. O'xshamagani uchun bu sonni o'zini qo'shib qo'yaveradi. 57 ni o'zini. Bunaqa holatda shunaqa mana bu vaziyat takrorlanadi. Shuni o'ziga grade that append I. Va yakunda biza nima qilishimiz kerak? Return qilishimiz kerak. Grade'lar listimizda. Va nimamizni run qiladigan bo'lsa, mana sample test case hammasi o'xshadi va buni submit qiladigan bo'lsa, adashmasam xatolarsiz ishlaydi. Xullas, biroz vaqt olyapti va biza bugun xullas yangi operating amalni ko'rib chiqdik. Operator bu ikkita bo'luv amali. Bu bizaga sonimizda nima deydi? Butunlay yaxlitlangan holda butun son sifatida qaytarib beradi. Va biza ko'rganimizdek mana ishlabdi. Va biza ikkinchi bu bo'limdagi ikkinchi yulduzni qo'lga kiritdik. Problem solving qismidagi mana ko'rishingiz mumkin. Nimamiz test case'larimiz hammasi birma-bir ishladi. Va buning uchun bizga 10 point taqdim etildi. Va buguncha shular. Hammaga rahmat. Sizlar bilan Feruzbek Pirmatov bo'ldi.